Assalomu alaykum aka-uka, qadrli parvozlar. Bizni yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz. Mana bugun sizlarning talab va istaklaringizga binoan Sultonobod payshanba bozoriga tashrif buyurdik. Xudo xolasa bugun bizda bomba obzor bo'ladi. Mana shu parranda bozor mashhadi. Bu yoqda naryoq qo'y bozor, naryoq mol bozor mana. Uchtasi bitta joyda mana. Hozir biz parranda bozordan chiroyli obzor qilamiz. Oxiriga qo'y bozorda ham qo'shaveramiz. Kim qo'y bozorni so'ragan bo'lsa, ko'ra olasizlar aka-ukalar. Unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Sizlar bo'lsa ungacha like bosib qo'yishni, kommentariy yozib qo'yishni va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Boshladik. Assalomu alaykum tog'a. Kattalar esmi? Kaptarlar 20 mingdan tortib 20 mingdan 100 minggacha kaptarlarga. Bor ekan kattalar. 300 kam. 300 kam bor. 300 dan. Makonni sotib yuborasizmi aka? 300 ekan. 300 kami bor. 300 kami bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha pul deyapsiz aka? Ko'rasin. 800. Makonichi? Makon 200. Makon 200, ekan Cho'jachi 800. cho'ja. Cho'ja makon. Tulay makon aka. Josa tulay makon aka. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Nechdan deyapsiz? 150 ming uchalasi? Uchalasi 150 ming. 50 mingdan ekanda. Molarchi molarchidan? Egasi yo'q shekilli. Sizdan menga nechdan deyapsiz? 100 mingdan. 100 Josa makon Xo'roz ekan. Nomi? Necha puldan aka uka? Aka 350 mi kam? 352 olsinmi? Tog'lardan narxini aytarasiz da. Qaysinisi kerak? Necha puldan deyapsiz mana shular? Buni 70 ming. Ko'rasiz, ko'rasiz. Ko'rasiz. Qaysi qo'ra? Ana o'rab. Bu 100 ming. Nomisi mana o'rab. Bu ham Bu 150 ming. o'rdacha o'rda. O'rga 70 ming. Quyon hamsizlarmi? Necha 100 puldan? ming. Quyon 100 ming ekan. Yo'q, 100 ming so'm. Aka necha pul deyapsiz? Biroz. Biroz 300 ming so'm. Tulay ekan. Indishkalarchi, indishkalar. Shular bilmadik. Bular 300 mingdan. Bundalar 300 mingdan. 80 mingdan o'rdalar. Ko'rasiz ham nima ichida? Yo'q, hammasi makon. Hammasi makon ekan. Qancha chiqadi bittasi aka? Necha kilo chiqadi? 1,5 kilo, 12 kilo bo'lsa kerak. 1,5 kilo, 12 kilo ekan. Sizlarmi aka? Necha pul deyapsiz? 150 deb. 150 ming. Qo'lingizdagi kimlik? Sotildi. Sotildi. Ochimon. Savol bu. Necha pul deyapsiz? 150. 100 ming. 100 Ko'rsak bular Ko'tarsa bo'ladi ekan. Yaxshi, chiroyli paroz. Xo'roz so'rabchi. 800 ming ekan. 800. Kam bor. O'chirib. 800 ming ekan. Mayski cho'ja deyapti, lekin aprel yo martda chiqqanga o'xshaydi. Qizlari ham chiqib qolibdi. Ha. Kommentariyga yozib qo'yasizlar qaysi oyda chiqqan. Yaxshi. 500 ming kam bor. 500 ming kami bor. Yuragi yo'q. Ko'rachashdan ish bo'lyapti. Hali Aprel jo'jasi ekan qancha? Apreldagi ekan. Mana endi mol bozor bilan qo'y bozorida chekirdik. Qo'ylar mana, sog'liqlar, qo'chqarlar. Hammasi qo'chqorlar ekan.
Ashekoni olavering. Qanchadan aka bular? 5,5 dan? sotilyapti. Hamma standartmi? Standart. 52 ta sotilyapti. Assalomu alaykum. Yog'iga olaversan 20 ming, 15 ming yo'q. Qo'chqorlar ham. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Oq qo'chqor qancha deyapsizlar? Siz emasmisiz? Qo'chqormi bu aka? Sog'lom, qanchadan deyapsiz? 4 milliondan kam bor. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Qo'chqor qancha deyapsiz? 7 million. Qancha? 6 million. 6 million. Qanchadan deyapsiz ekan bular? Echkilar. 3,5 million bering kam bor. 3,5 dan? 2 yo'q, 2 3,5. Ha. 2 olsam erkak taka ekanda. Bolasi qo'chqor ekan. Sog'lik shekilli. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz endi bolani, tog'a? Meni bola 5,5. 5,5. Bolasi sog'liq qo'y ekan. Assalomu alaykum. Qo'chqarmilar, tog'a? Sog'liqmi? Qanchadan deyapsiz? 4,5 dan. 3 olsammi? Barobarsi yaxshi. Qo'zi qo'ylar ekan. Qanchadan deyapsiz tog'a bo'ladi? Ha, katta eka kattani. Meni mama qo'ydi ol. Ha? Ha siz olmayapsiz, qo'ydi olyapman. 7,5 dan? Yarım deyapti, anani 4 million deyapti. Meni bolani 7,5 deyapti. Yine bolani 7,5 deyapti-ki, bu narigisini 4 deyapti. Ha. Bolasi qo'chqormi tog'a? Sog'liq. Sog'liq ekan bolasi. Sog'liq ekan bolasi. Hisob sog'liqlardan ekan u. Yaxshi. Chiroyli ekan, barodar. Yana bolammi aka? Qanchadan ekan? 7,5 million, 6,5 million. Bolasi sog'liq bo'lsa, bolasi sog'liq ekan. Bolasi ham bor bolasi. Qanaqa qo'y olishasan? Sog'liq kerak. Sog'liq qo'ylar. Yana bola bo'g'ozlari bor. Narxida qanchadan don narxi? Narxi har xilda. Qo'yga qara. Oddiy Bolasi bormi yo'qmi? Yo'q, uni bolasi yo'q. Qancha deyapsan shunda? 5 million berar, kam bu. bolasi yo'q, sog'lig'i 5 million. Bolasi bor-chi buni? 6,5 million. 6,5. Sog'lommi bolasi? Katta qo'y. Ko'ryapsan, qo'y. Yoshi katta ekan. Qo'chqorlar ekan. Qo'chqorlar ekan. 6'dan deyapsiz ya. 6 milliondan 6 milliondan deyapti-ki. Kami bor ekan. Kami bor ekan deyishyapti. Qo'chqorlar yaxshi ekan. Aka 9 deyapsiz, kami bor. 9 deyapti, kami bor ekan uni. O'ta 9 million ekan. Qo'chqor. Katta. So'yilgan zo'r shekilli bu. Ha. Qanchadan ekan bu aka? Qancha deyapsizlar? 8. Yo'q, videoga Siz olmayapsiz. yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz tog'a? 5 million deyapsiz tog'a? Bo'g'oz 4 million qo'ydi, ena bola 4,5 berdi. 4 Mana bo'g'oz ekan 4 ga berilmayapti. Ena bolami? Ena bola. 4,5 ga berilmayapti. Bolasi sog'liq ekan. Sog'liq ekan bolasi. bolasi sog'liq ekan. Yaxshi etlar ham. Blogerlik qilaydi deydilar. Yaxshi. 5 metr. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun payshanba mol bozoriga keldik. Bozor endi boshlanyapti, короче. Mana drabilga sotyapti ekan.
Diraqatga mana jodu bor ekan, o't qirqich. O't qirqichlar. O't qirqichlaringiz qanchadan aka? 400 ming. Nomeringizni qo'yib qo'ysak bo'ladimi pastga? Nimasidan deyapti? Просто reklama video olyapmiz. Bunalar qo'jadiki. Jodu, ha. Ular 350 ming so'mdan beraveramiz. Hop. Bunalar zavodga Xitoyda ishlab chiqarilgan stanokga o'zimiz terganmiz ekan. Setkalari ham boshqa almashadi. Keyin buni nimasi bor? Bora maydalar orasidan. Ha, demak makka shoh qilsa ham bo'laveradi. Makka ham solaverasiz. Bo'laveradi. Keyin mana kulcholarni ko'rsangiz, bitta kulcholar ochiladi mana. Bitta kulcholar ochiladi. Kulcholarni ko'rsangiz mana. Bunalar vakuumli bo'lgan, chang tepaga chiqmasligi uchun. Ha. Bunalar kalyonnikka sug'orilgan, sinmaydi, o'tmas olmaydi. Mabodo o'roq tushib ketib qolib sindi desangiz 10 mingga beramiz, almashtirib olaverasiz. Konturga ekan bunalar. Tagida malatoylari ham bor. Buni listi ham qalin, buni pastdagi listi ham qalin. Bunalar ham yangi material mana. Yangi list. Umuman hali kontinentni turini bilmagan narsa yo'q ekan. Hammasi yangi material. Setkalarni yomashdan almashtirib qo'yadi ayollar ham. Makkani maydalangan holati. Qanchadan qilib beraman dedingiz, tog'a? Buni 2 million 600 ming so'mdan beramiz. Hop. Vodiy bo'yicha olib borib ishlab beramiz. Bunosini 2 million 300 ming so'mdan beramiz. Mana 4 xil setkasi Bu bor. kengroq ekan buningchi. 4 xil setkasi bor. O'tga, mollarga, mana bug'doyga, bunisi somonga, bunisi makka shahri bergan qo'yiladi. 4 xil setka bo'ladi. Bularda pastga aloqaga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Bemalol ishlab beramiz. dostavka bepul ekan. 1 yil ichida buzilib qolsa bepul remont qilib beraman. 1 oy ichida motorda o'zgarishi yangi qilib beraman. Bo'ldi, hop. Bepul ekan.